Hürmetli vatandaşlarım, leksimizin devamını anlaysınlar. Leksimizin devamında. Demek, yani bir taraftan aytganda Prezident Trump'nın ittifaqdaş devletlerinin qoğduniş sahasida mecburiyetini üstü gelişi doğrusu toxtılışı bilen Koriya, Yaponiyadaki devletler atom kurallarını işlep özünü qoğdaşqa mecbur buludu. Bu Jungo üçün intayin zor tehditteydi. Çinpokon. Qoğdaydıgan bolsa Beijing bunundan örküşke başlaydı. Hatta Amerika asker çekindirdigan bolsa, iqtisat taraqqiy qilayotgan Filipin'de küçük bir devlet mi? Harbiy işlerini yükseldirip, onun birden-bir düşmani Jungo'ga taqabul turdi. Geopolitikalik siyasetin bir yere koyup turaylı. Amerika bilen Jungo o'tirisi nayt zor soda ticaret sürkünüşünü tilga aladigan bolsak, zor ot uçquni payda bo'ladi. Masalan, faqat savdo sanoat sohasidagi tirkishish, Jungolar o'sini Amerika o'tirish tirkishish, mashinalar misol oladigan bo'lsak, endi Prezident Trump prezident bo'lib saylangandan keyin bu endi ot oladi dedi. Beijing rahbarlari ansirashga boshladi. Partiya matbuotlari va yollanma yozuvchilar yuzaki xotirjamlikni bayon qilishdi Jungoda. Lekin ko'nglida bo'lsa ansirashga boshladi. 11 ayının 8 günü Amerika'da umumiy saylamga bilet tashlash sharpisida bosh shtabi Beijingga joylashgan chet el matbuoti degan ism bilan niqoblangan Duvi Torbeti dunyoning tinchligi uchun bilet tashlab Hillary Clinton'ni qo'llang mavzuliq maqola e'lon qilib, maqolada tilga ilingan biz, ya'ni ko'plik hergiz Duvi Torbeti tahriratini ko'rsatmaydi. Belki Jungo hükümetiga vakillik qiladi. Maqolada tilga ilingan siz Amerika xalqini ko'rsatmaydi. Belki Amerikada grajdonlikqa o'tgan Jungoliq ko'chmanlarni ko'rsatadi. Duvi Torbetidan paylanib Jungo Kompartiyasi Amerikada yashaydigan Jungoliqlarga to'g'ridan-to'g'ri so'zlab, biz sizning bundaq qiliqlarni, bundaq qilishingizni talab qilishimiz. Hillary Clinton xonimning prezident bo'lishini qo'llashingiz uchun emas. Balki Trumpning prezident bo'lib Oqsaroyga kirishi to'sish uchundir. degan. Buningdan Jungdan Xayning aloqzada bo'lganligini ko'rib oldik. Bu yerda Jungdan Xay nima ish qilyapti? Duvi Torbetidan maqola e'lon qildi. Duvi Torbet orqali yetmoqchi bo'lgan maqsad nima desa, avvalida Jungo hukumati prezident Trumpni qo'llaydigan maydonni turdi. Keyin undan keyin biroq o'zgarib, hamda Hillary Clintonning prezident bo'lib saylanishni qo'llaydigan maydon qo'ydi. Buningda Duvi Torbeti orqali maxsus maqola yozib, masalan, dunyo tinchligini qo'g'dash uchun degandek mavzu asli maxsus maqola yozib, ayni chog'da Jungoda, nima Amerikada yashayotgan amerikalik Jungoliklarning, asli Jungolik grajdonlarning bilet tashlaganda prezident Trump emas, Hillary Clinton bilet tashlashni tavsiya qildi. Bu shaxsiyning emas, balki Jungo hukumat tarafidan qilig'i deb ko'rsatdi Chimpokon apan. Amerika bu davlat sirliq bir davlat. Fakat mushundaq davlatlar mo'jiza barliq keladi deydi Chimpokon apandi. Amerika bir sirliq davlat. Fakat mushundaq davlatlar mo'jiza barliq keladi dedi. Bir nafar siyosatning sirtidagi odam. Bir nafar siyosatning sirtidagi odam. Siyosiy tuzum bilan ancha aloqasi bo'lmagan odam. Devlet qurg'uchilar tarafidan norozilikqa duchor bo'lgan bir odamning bir ulug' davlatga yoki Amerikadagi bir ulug' davlatga rahbar bo'lib saylanishi boshqa davlatlarda bo'libmi Jungodak bir davlatda shundoq bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Jungo Amerika munosabatini qanday muqimlashtirish kerak? Endi Jungo'nun aldık kelgan mesele, Jungo Amerika münasebetini qanday muqimlashtirish kerak? Beijing hükümranlar üçün aytganda bosh tortib bo'lmaydigan bir muhim ishdir. Buningda halqiliq bir sabab shuki, yoki so'z shuki, demokratiyalashtirish. Buning uchun Jungo Kompartiyasi 20-asrning 40-yillarida Mao Zedong va Jungo Kompartiyasi turishliq Yan'anda
baş maqalı elan qılıp, demokratiya ve ilim fəninin ilgirlişi bilen birleştiriş asası da Amerika Cungo iki büyük milletinin riştisini bağlaş doğrusunu maqalı elan qılğan idi deyəcək bakın. 40-cı yıllarda yan ende Kompartiya fen texnik bilen demokratiyanı birleştirip Amerika devleti bilen yoki büyük millet Amerika milleti bilen Cungo milletinin riştisini bağlaş gerek degan edi. Bugün vaqt keldi, endi birleştirdigan demokratiyanın vaqtı mı keldi? Endi Prezident Trump Amerikada prezident bolup saylandı. Moşu paytda Cungoluklar qıladigan bir yol demokratiya deydi Chimpokon. Endi diqqat qiling vatandaşım. Prezident Trump belki Cungo Amerika münasebetini astın üstün qilib etishi mümkün. G'arb matbuotlari Beijing avatgan telegramma hikmet var dedi. Mavzuli xabar 11 ayının 9 gün Dovitor beti e'lon qilin. Xabar mundaq başlandı. Trump Amerikada prezident bo'lib saylandi. Dunyoviy jamoat fikri bu saylamning natijasiga ishonilmayli qoldi. Hayran qilishlar o'tgandan keyin har qaysi davlat rahbarlari telegramma avatib Cumhuriyetçiler Partiyasining nomzodi Trump apandining Amerika prezident bo'lib saylashini tabrikladi.